Bugungi kunda farmatsevtika shunchaki dori vositalarini ishlab chiqarish bilan cheklanadigan tarmoq emas, u ilm, fan, innovatsiyalar va yuqori texnologiyalarni o'zida mujassam etgan strategik ahamiyatga ega sohaga aylandi. Eng muhimi, mazkur tarmoq inson salomatligini muhofaza qilish, hayot sifatini yaxshilash va aholi farovonligini ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilyapti. Yangi ishlab chiqarish quvvatlari barpo etilib, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalar qo'llab-quvvatlanmoqda. Sohaga zamonaviy texnologiyalar keng joriy etilyapti. Xo'sh, bu o'zgarishlar qanday natijalar bermoqda? Yurtimiz farmatsevtikasi bosib o'tgan taraqqiyot bosqichlari va uning kelgusi istiqbollari qanday? Dastlabki lavhamiz shu haqda. Inson salomatligi haqida gap ketganda eng muhim bo'g'inlardan biri farmatsevtika sohasi. Aynan shu yo'nalish aholini sifatli, xavfsiz va ishonchli dori vositalar bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda soha nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy mahsulotlar ulushini kengaytirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Mamlakatimizda farmatsevtika sohasi keng miqyosda rivojlanib bormoqda. Buning asosiy sababi muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlar yordamida sohaga ko'pgina imtiyozlar berildi. Bojxona mahsulotlarni yangi turlarini ishlab chiqarishga katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Shu bilan birga bu ishlab chiqaruvchilarga mahalliy dori vositalarini ishlab chiqarish, import o'rnini bosuvchi dori vositalarini ishlab chiqarishda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Berilgan imkoniyatlar natijasida mahalliy ishlab chiqaruvchilar 2025-yilda 7,3 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Bu undan oldingi yilga nisbatan 128% o'sishni ko'rsatadi. Joriy yilning dastlabki 4 oyida ham ijobiy o'sish sur'atlari saqlanib qolindi. Korxonalar tomonidan 2,5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Ularning asosiy qismini dori vositalari, tibbiy buyumlar hamda dorivor o'simliklar asosidagi mahsulotlar tashkil etdi. Mahalliy ishlab chiqarish imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida yangi investitsiya loyihalari hayotga tatbiq etilmoqda. Toshkent Pharma Park farmatsevtika klasterida yangi ishlab chiqarish quvvatlari barpo etilmoqda. Bugungi kunda ushbu hududda umumiy qiymati qariyb 1 milliard dollarga yaqin bo'lgan o'nlab investitsiya loyihalari shakllantirilgan. O'zbekiston kimyo farmatsevtika, Toshkent vaksina va zavdoblar instituti, Sharq tabobati instituti asosida Milliy biofarmatsevtika instituti tashkil qilindi. Birinchi ilmiy tadqiqot institutiga milliy maqom berilmoqda. Bu orqali O'zbekiston Respublikasida biofarmatsevtika sohasida faoliyat yuritayotgan olimlarni bir joyga jamlagan holatda barcha ilmiy ishlarni amaliyotga tatbiq etishdan iborat deb belgilandi. Farmatsevtika doimiy rivojlanishni talab etadigan soha. Kechagi tajribalar va bugungi izlanishlar ertangi natijalarga zamin yaratadi. Eng asosiysi esa barcha taraqqiyotning markazida inson salomatligi turibdi. Farmatsevtikada taraqqiyot faqat ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Aholini sifatli va hamyonbop dori vositalari bilan ta'minlash maqsadida dori narxlarini tartibga solish tizimi ham bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda. Xalqaro tajriba asosida shakllantirilayotgan referent narx tizimi orqali minglab nomdagi retsept asosida beriladigan dori vositalari uchun cheklangan narxlar qayta belgilandi. Natijada ayrim antibiotiklar, yurak-qon tomir, asab tizimi hamda yallig'lanishga qarshi dori vositalarining narxlari sezilarli darajada pasaydi. Bugungi kunda fuqaro dori vositalarining belgilangan narxini maxsus elektron platforma hamda mobil ilovalar orqali mustaqil tekshirish imkoniyatiga ega. Bu esa bozorda shaffoflikni ta'minlash, adolatli raqobatni kuchaytirish va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishga xizmat qilmoqda. Bu kun Diyora Soatova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.